Termiz shahrida viloyat sport boshqarmasi, Yengil atletika federatsiyasi tegishli tashkilotlar hamkorligida Men g'olib deb nomlangan ommaviy vatanparvarlik yugurish marafoni bo'lib o'tdi. Unda harbiy xizmatchilar, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar, korxona va tashkilot xodimlari, oliy o'quv yurtlari talabalari, umumta'lim maktablari o'quvchilari faol ishtirok etishdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Barcha hududlarda bo'lgani kabi Termiz shahrida ham Men g'olib nomli ommaviy yugurish marafoni tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi bilan boshlangan tadbirda aholi orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, xalqimiz salomatligini mustahkamlash, hamyurtlarimizni turli zararli odatlardan asrashda bu kabi ommaviy sport musobaqalari muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Mazkur musobaqamiz harbiy xizmatchilar, havoskorlar, aholi va yoshlar o'rtasida keng targ'ib qilinib, mana bugun ommaviy yugurish marafonimiz tashkil etildi. Ushbu marafonimizda barcha havoskorlar hamda xodimlar o'rtasida ham bo'lib o'tadigan marafonimizga 2000 dan ortiq aholi vakillari qiziqish bildirib, mana bugun marafonga ishtirok etishi ta'minlandi. Marafonda ishtirokchilar 3 kilometrlik masofani birinchi bo'lib bosib o'tishga harakat qilishdi. Turli yosh toifadagi ishtirokchilar o'zining jismoniy imkoniyatini yugurib sinovdan o'tkazdi. Havaskor hamda professional sportchilarning barchasi finish chizig'ini zabt etishdi. E'tiborlisi jismoniy faollikni yanada oshirish, yoshlarni sportga jalb qilish borasidagi sa'y-harakatlar ommaviy marafonga qiziqish yuqori ekanligini ko'rsatdi. Bu marafonlarni tashkillashtirishdan ko'zlangan maqsad aholini, yoshlarni sog'lom turmush tarzini ta'minlashdan iboratdir. Mana shunday marafonlarda barcha faol ishtirok etib, jismonan sog'lom, baquvvat hamda bir ma'naviy ozuqaga ega bo'lishadi. Chunki sog'lom tanda sog' aql degan naql bor, bu bejizga aytilmagan. Aynan mana shu naqlni qolaversa mana yurtimizda olib borilayotgan islohotlar pirovard sifatida xalq va armiya bir tanu bir jondir degan g'oyani ilgari suryapmiz. Xalq bilan armiya bir tanu bir jon bo'lib, mana shunday ommaviy marafonda ishtirok etishmoqda. Muntazam shug'ullanib kelayotgan sportchilar harbiylar bellashuvda eng tezkor ekanligini amalda isbotlashdi. Marafonchilar sport, xususan yugurishga mehri boshqacha ekanligini amalda namoyish etishdi. Harbiy xizmatchilar o'rtasida va sportchilar o'rtasida yana shu sog'lom turmush tarzi, sog'lom muhitni shunday yana ham hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bunda barcha harbiy xizmatchilar qatori bojxona xodimlari ham o'zlarini sinab ko'rishmoqda, marafonda ishtirok etishmoqda. Nufuzli musobaqalarga ishtirok etib, tajribaga ega bo'lgan qizlar ham marrani birinchi bo'lib kesib o'tishda o'z faolliklarini ko'rsatdilar. Men o'zim yengil atletika sport turi bilan shug'ullanaman. Shunday marafonlarga qatnashib turamiz. Bu marafon ayni vaqtda bo'ldi. Bizga marafon tashkil ettirganlarga rahmat aytib qolamiz. Bugungi marafon men uchun eng katta motivatsiya bo'ldi. Nasib bo'lsa olimpiadalarga chiqish meni maqsadim. Men 11 yildan beri yengil atletika sport turi bilan shug'ullanib kelaman. Bugungi marafonga yaxshi ishtirok etdim. 3 kilometr masofaga birinchi o'rinda oldim. Qiyin bo'ldi salgina boshda. Chunki unchalik tayyorlanmagan edim. Lekin yaxshi yugurib birinchi o'rinda oldim. Hayajonli daqiqalarga boy tarzda o'tgan marafon yakunida g'oliblar aniqlandi. Natijalarga ko'ra erkaklar o'rtasida birinchi o'rinni Otabek Fayzullayev qo'lga kiritgan bo'lsa, ikkinchi o'rin Ilhom Nazarovga nasib etdi. Asadbek G'aniyev uchinchi o'ringa sazovor bo'ldi. Ayollar o'rtasida esa Dinara Anvarova birinchi o'rin, Gulruxsor Qurbonmurodova ikkinchi o'rin, Oygul Xurramovalar uchinchi o'rinni egalladilar. Tantanali taqdirlash marosimida g'olib va sovrindorlarga musobaqa medali hamda pul mukofotlari topshirildi.